Taxting. Aziz vatandoshlar, barchalarga assalomu alaykum. Hozir qanaqa holat, nima yuz berayotganligini siz ham qiziqayotgan bo'lsangiz, biz sizga hozir batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Biz hozirgi vaqtda ayni damda Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidamiz. Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidan qonuniy amalga oshirilayotgan Toshkentdan Moskvaga harakatni amalga oshirayotgan va Permga harakatlanayotgan avtobuslar bo'yicha sizga batafsil ma'lumot berish uchun shu videolarni sizga taqdim etmoqdamiz. Siz ham Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidan Perm shahrining Perm avtovokzaliga hamda Moskva shahrining Novosibirsk avtoshok bekatlarigacha yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz vatandoshlar, faqat tanlovda adashib qolmanglar. Aynan mana shunday Toshkent avtovokzalidan harakatni amalga oshirib, qonuniy avtobuslar, ya'ni 106 Transervis avtobuslarida harakatni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi.